sport xabarlari. Assalomu alaykum. Studiyada Jasurjon Dehqonov. Ma'lumki, doping sport musobaqalaridagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki sportchilar musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish uchun yillar davomida mehnat qiladi. Yuqori natijalarga erishish va g'alaba qozonish uchun bor kuch-g'ayratini sarflaydi. Biroq arzimas xato yoki taqiqlangan moddalarni o'z ichiga olgan dori vositalari va preparatlarni bilmasdan iste'mol qilish ularning sportdagi faoliyati va obro'siga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Buning oqibatida sport intizomiy choralari va sanksiyalarga duch kelib, hatto ma'lum muddatga sportdan chetlashtirilishi ham ehtimoldan xoli emas. Ana shunday holatlarning oldini olish, sportchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning antidoping qoidalari bo'yicha xabardorligini oshirish maqsadida qator profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Milliy antidoping agentligi terapevtik istisnolar va tibbiy tadqiqotlari bo'limi boshlig'i A'zamjon Soliyev bu haqda shunday deydi. Shu munosabat bilan biz imkon qadar mana shu sportchilarimizni dopingni qo'lga tushishini yoki taqiqlangan moddalardan bilmasdan yoki bilmay foydalanib qo'yishni oldini olish maqsadida doimiy ravishda ular o'rtasida profilaktika ishlarni olib boramiz. Buning uchun federatsiyalarga tez tashriflar amalga oshiramiz, sportchilar bilan muloqotlar qilamiz, seminarlar uyushtiramiz, o'quv kurslari, vebinarlar tashkillashtiramiz. Bu yilgi eng katta voqeliklardan biri bu yaqinda Yaponiyaning Aichi prefekturasi Nagoya shahrida bo'ladigan 20-Osiyo o'yinlari, undan keyin Paraosiyo o'yinlari. Hozirda nafaqat O'zbekistonda, butun Osiyo mamlakatlari sportchilari o'rtasida bu o'yinlarda qatnashish uchun kuchli tayyorgarliklar ketyapti. Antidoping agentligining xodimlarining asosiy maqsadi mana shu o'yinlarda qatnashadigan yurtimiz vakillarini shu dopingda ijobiy test topshirishni oldini olish. Shu maqsadlarda hozir nafaqat Milliy antidoping agentligi faoliyatidan kelishi, balki Osiyo Olimpiya kengashi talabiga ko'ra ham o'sha Osiyo o'yinlarida qatnashadigan barcha sportchilarga individual tarzda seminarlar, o'quv kurslari o'tib, ularga doping, uning oqibatlari, taqiqlangan moddalar, dori vositalar haqida batafsil tushunchalar berib boryapmiz. Shuningdek, ularning tug'iladigan turli xil savollar, dopingga oid biror bir muammoli fikrlar yoki masalalar bo'lsa, ularning barchasini yechim topib kelyapmiz. Siz sport xabarlarini tingladingiz.